taqvo qilishligimiz kerak bo'lgan narsalardan biri azizlar, farzandlar o'rtasida adolatli bo'lish. Ularni moddiy va ma'naviy tomondan teng ko'rish ham bu ham taqvoga bog'liq ekan. Uzoqqa bormaylik, mana o'zimizning atrofimizda. Mana shu adolatsizlik orqasidan aka-ukalar, singillar bir-biriga dushman bo'lib yuribdi. Ota-onani adolatsizligi tufayli bitta farzandini yaxshi ko'rib, bitta farzandini ajratish orqasidan aka-uka, singillar bir-biriga dushman bo'lib yuribdi. Mana shu taqvosiz otani, onani Xudodan qo'rqmasligi, adolat qilmasligi orqasidan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shuning uchun aytdilar-da, ittaqulloha wa'dilu bayna avladikum. Allohga taqvo qilinglar, farzandlaringiz orasida adolatli bo'linglar. Juda ham ko'p ko'ramiz bu adolatsizlikni jamiyatda, ko'cha-kuyda yurganimizda. Shuning uchun azizlar, Alloh farzand berdimi, har biriga adolatli bo'laylik. Alloh taolo taqsimlab bergan meros masalasiga e'tiborli bo'laylik. Siz bilan bizni adolatsizligimiz tufayli keyin ular bir-biriga dushman bo'lib yurmasin. Qarindoshchilik aloqalarini o'zishlikka siz bilan bizni adolatsizligimiz, taqvosizligimiz sabab bo'lmasin.